Ko'pchilik korxona ochayotganda ikkilanadi. MCJ ochsammikin yoki YTT ochsammikin? Xo'p, qaysi birini ochsam yutaman? Birinchi navbatda MCJ korxonasida faoliyat turi cheklanmagan. Agarda siz ma'lum bir faoliyat turlari bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, siz tekshirib qo'yishingiz kerak bo'ladiki, meni faoliyat turim YTT ga tushadimi yoki tushmaydimi? O'zi aslida YTT ochgan yaxshiroq agarda faoliyat turingiz tushsa. Xo'p, foydasi nimada? Tushuntirib o'taman. YTTda birinchidan o'zingizni ko'rgan daromadingizdan 1% soliq to'laysiz. MCJda bo'ladigan bo'lsa, agar aylama soliq to'lovchisi bo'lsangiz, daromadingizdan 4% soliq to'laysiz. MCJ korxonasida siz hech bo'lmaganda direktor ishga qabul qilishingiz kerak. O'rtacha oylik 1.500.000 dan 12% daromad solig'i, 12% ijtimoiy soliq to'laysiz. Chunki siz xodim ishga qabul qilishingiz shart MCJ korxonasida. YTT korxonasida bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingiz daromadingizdan 1% to'layotgandingiz va har oy 412 ming so'm qo'shimcha patent to'laysiz, lekin siz ishchi olishingiz shart emas. Agar xohlasangiz olishingiz mumkin, faqat ishchilaringiz soni cheklangan bo'ladi, 5 nafargacha. Qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, MCJ ochmoqchi bo'lsangiz, siz katta tashkilot sifatida o'zingizni kelajakda ko'rishingiz kerak bo'ladi. Faqat faoliyat turlaringiz cheklanmagan bo'ladi. Siz kelajakda xohlagan faoliyat turingiz bilan shug'ullana olasiz. Ertaga xodimlaringizni ko'paytirish maqsadida strategiyangiz bo'ladigan bo'lsa, siz MCJ ochganingiz yaxshi. Agar yo'q, men kichkina hajmdagi korxonadan ko'proq ochaman desangiz, siz ko'p shaxs nomiga YTT ni ochib qo'yganingiz yaxshi bo'ladi, chunki unda soliq stavkalari nisbatan kam va qo'shimcha ishchi olish majburiy emas.